Andijon Jahon bozoridamiz bugun. Do'konimizni ochdik. Donor aka, bitta ishlar narxlarini tushuntirib bermaysizmi? Gap yo'q. Xo'p, mana shu o'tirgan udolovimiz 6,5 million. 100% sasnada bo'lgan. Taylari ham divan bo'lib chiqadi. Ochiladi. Ochiladi, albatta. Bu ishimiz 2 metr joyga tushadi. 3 million 700 mingga beramiz. Bo'ylari 2,5. Bunimiz krashinni endi 4 metr, bu ham bu 2,5. Pulini 14 millionga beramiz. Bunimiz ham krashinni endi 3 metr joyga tushadi. Bo'yi 230. Biz o'zimiz obunachilarimizga 5 millionga berib olamiz. Tashqarida ham ishlarimiz bor ekan. Tashqari 1 million, 1 million 200 ming, 1 million 500 ming, 1 million 200 ming.